Jo'lan. Jo'lan. Ke og'ayni. Bismillah. Yaxshimisan og'ayni? Tuzumsan? Ishlaring yaxshimi? O'rtoq yengillik bor. Qanaqa yengillik o'rtoq? Shu sen adamlarga trekker mashinasini oldim. Zo'r-ku, moro bo'lsan og'ayni. Ertaga sovg'a qilmoqchi edim. Yaxshi o'ylabsan og'ayni. Bizdan nima xizmat? Ertaga yonimda turib videolarga olib bersang, biz ham bir Instagramlarga qo'yamiz. Hamma ko'rsin. O'rtoq zo'r o'ylabsan-u, lekin bitta tomoni ham bor-da. Hammani ham imkoniyati yo'q. Otasiga mashina olib beraman deb seni ko'rib videolaringni havas qiladi. Imkoniyati yo'qlar bor. Puli bo'lib turib, otasi yo'qlar bor o'rtoq. Ularni oldida sal yaxshi ishlamas deb bilaman o'rtoq. O'rtoq, to'g'ri aytsan. Ko'zimni ochding. Hammaga ko'rsatmasdan amaki muzlar yopib duolarini olganimiz yaxshi emasmi o'rtoq? Siz nima deysiz?